Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Orso va sizlar bilan ko'rishib dush xursandman. Bugun mana saviyasiz bola bilan saviyali kino ko'ramiz birgalikda. Hop, bu bizning bosh homiyimiz va albatta bu Mr. M jamoasi. Chut-chut Mr. M ko'rinmayapti. Mayli, biz sizlarga logotipini chiqarib qo'yamiz. Xo'sh. Va shu gap aytib o'tishim kerak. Bu videoni siz birinchidan ko'rgan bo'lsangiz sizga gap yo'q. Siz omadli insonsiz. Bu yengil shamol, bu yengil shamol. Bu videoni ko'rgan bo'lsangiz siz omadli ishtirokchisiz, omadli tomoshabinsiz. Bu video 3 kundan avval hech kim ko'rmaydi. 3 kundan keyin bu video yo'q qilib o'chib ketadi. 3 kun ham hech kimga borsa kerak o'zi. Nimaga o'chib ketadi? Bu beparosat kim ham ko'rardi o'zi deydigan bo'lsangiz, ko'radiganlar bor endi. Ashqa nimaga o'chib ketadi deyishga sabab, bu mister bu ko'rgandan keyin bizga ban beradi albatta. Sudga berish xavfi bor, chunki bunaqa mana svitodan ketding degan darajada unga bir haqorat qilayotgan bo'libdi endi примерно endi shunaqada endi. Xullas gap ko'paytiramiz. Bugun saviyasiz bola bilan saviyali seriali nima edi? Novella ko'ramiz. Bu novella ketdik o'sha novellani ko'rish uchun biz nima ko'ramiz? Hadi novella. Milliy TV'da. Men bo'ya bitta video ko'rib qoldim Instagramda-yu. O'sha chiqib qolsa zo'r bo'ladi. Demaydi ya, opa singil. Opa singil dushmanlarmidan. Bu Alhamdulillah. Xo'p, men nima ekan? Boy qiz iqror 1067-soni 9 oylik bo'lgan ekan. 1,3 million prosmotr. 1,3 million. Gap yo'q. Boy qiz, yo'q bu yemitdi-da. Bu o'zi o'ta saviyali-da bu. O'zi bizga nima saviyali kerak? Yaxshiligini bilmaydiganlar. Yo, bunga ko'ngil to'xtamayapti. Yemayapti. Nimadir netdi. Otalar so'zi ish vas. O'zim ham sraz men bu videoni o'chirib bir harf bichinni yeb kelishim kerak. Harom asta. Birodar aziz bo'ldi. 40 yoshli kelin. Charxiy falak. Mash totdi o'ziga. Ko'raramizmi shuni? Mayli, ko'raveramiz. O'sha juvondan voz kechasan. Oyi, iltimos, meni qiynamang. To'xta. Sen emas. Men ado bo'lyapman, bolam, men ado bo'lyapman. G'ururing bormi seni? O'zingga er ko'rgan ayolni ravo ko'rasanmi? Yaxshi ko'rib qol. Zo'r. Yuragimdan chiqara olmayapman. Yoqib tashla o'sha demani muhabbatingni, yoqib tashla. Qo'limdan kelmayapti, oyi. Necha marta harakat qildim, necha marta urinib ko'rdim. Lekin ilojsizman, oyi. Aytib qo'yay. Agar onangni desang, undan voz kechasan. Oyi, iltimos. Faqat bunaqa shartlar qo'ymang. Men seni ne umidlar bilan katta qilgandim. Sen esa umidlarimni chilpachin qilding. Oyi, men sizni xafa qilishni xohlamayman. Lekin o'zimni ham aldolmayman. Bolam. Sen uchun meni gaplarim qadrsizmi? Oyi, unaqa demang. Siz men uchun birinchi o'rinda turasiz. Lekin yurakka buyruq berib bo'lmayapti, oyi. Bo'ladi. Agar odam irodali bo'lsa, hammasi bo'ladi. Bu qara bo'lishi mumkin. Qara o'zi 2 barobar katta yosh. Mayli, endi biz endi yoshmiz, endi balki bo'lar. O'zingni och.
Bu sevgi emas. Bu shunchaki To'g'ri, hammasi xoyu havas. To'ppa to'g'ri. agar oddiygina hoyu havas bo'lganda edi. Mana shu videoda ehtiyot kinoda. Kinoda novellada. Oxirida mani bola bilan o'sha 40 yoshga kelib bir nima bo'ladi. Qancha bir yaxshilikka ketishsa olma, yaxshi bo'lmaydi olma. Chunki yaxshi bo'lmaydi-da endi. Mana o'zi birorta aqlli gap kutdinglar endi. Allaqachon uni unutib bo'lgan bo'lardim. O'g'lim. Men seni baxtli bo'lishingni istayman. Oyi, men ham baxtli bo'lishni istayman. Unda tanla. O'yin. Yo men, Shu xolim. Xolim. yoki o'sha. Ayol. O'tin. Oyi, Ha, tanla. Hozir va shu yerda. oyi. Bu tanlov emas. Bu jazo. Javobingni eshitaman. Oyi, bu og'ir tanlov. Aytib qo'yay. Agar uni desang, sen men uchun yo'qsan. Yaxshilab o'yla. Oyi. Yo'q. Oyi. Meni ham tushunishga harakat qilasizmi o'zi yo'qmi? Nima qilay? Nima qilay? Bir примерно bola 30 yosh bo'lganida, qiz 20 yosh bo'lganida no. Mana holat bo'lsa bir boshqacha-da bu. O'zi 20 yosh bo'lsa, 40 yosh, O'zi 3 minut ko'ramiz endi. Hali 37 minut bor, 36 minut bor. O'zing yo'l ko'rsat, ey Xudo. O'zing yo'l ko'rsat. Hozir. Tezordagi anula boshlarganlar. Zo'g'dan. Yani başlarını ko'rmadi yaqindan. Haliga orqa. Bizni kutormi? Dutormi? O'zi varsa kelishdi. Yo. Kim? Menman Nozi. Och eshigini. Endigina bitta yaxshi klient topuvdim ha. O'ylanaman aytganda bu qaydan kelib qoldi deb padajot. Uka ruslarni aralashtirib вообще o'zi to'g'ri gapirolmaysan ham o'zi. Ruscha harfiy bechini yesaman bepoda. Och. Och bo'lmasam buzib kiraman. Och dedim senga. Ha. Nima? Seni kim bilan o'ynashib yuribsan ha? Sizga nima? A? Mendan qo'rqarding-ku. Qayerdan olding buncha jasoratni? Muloyimgina quyon niqobimni yechdim. Shu desiz. Niqobingni yechdingmi? Yoki mendan bezdingmi? Uf. Jonimga deb ketdingiz. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Nima demoqchisiz? Men bilan o'ynashni oson deb o'ylaysanmi? Uf, bo'ldi-da endi. Meni tinch qo'ying. Aktyorskiy o'zi basharagina olmagan, gap yo'q. Hali nima bo'ladi? Mana endi nima desa bo'ladi o'zi? Chet el bor-ku, mana misol uchun Amerika, Gollivud bor-ku. Gollivudda rosa video olishadi-ku. Qanaqa video olishadi? Beporsan kino olishadi. Ha, kino. Kino olishadi-ku. O'shada ko'rgan bo'lsam, misol uchun La La Land edi kinodagi. Yo'qsa qaysi kino bor edi? Bir paytlar Gollivudda kino ko'ramsizlar? Men ham ko'rganman endi. Nima qiladi? Просто gap
Просто endi bu kino o'zi to'rayarmid ko'rdi o'zi miyiga chiqdi o'zi. Mana okani boshqalar уже aktyorskiy endi aktyorskiy mas aktyorskiy vashi gap yo'q. Pat okada ko'rdi xolos o'zi chiqish ko'rdi o'zi. To'rayarmid desa oka kichavi bola aba. 4 kishi ko'ramiz o'zi endi. Yo boshqa kishi ko'rdingmi? Ha, 4 kishi ekan. Ama 4 desa menimcha o'zichalik normal yo'q. Ama oka 100 o'shqat berish boshqa gap yo'q, oka. Sizga talantsiz o'zi. Talantsiz emassiz. Birisi bo'ladi. Aktyor bir loyiqlar orasida oka siz o'zi mallalar va kichavadan ko'ra. Yani böyle kim ma'ma o'zi? Aktyorimiz biroz o'qiganmi? Men saviysiz bo'laman, endi saviyli kino ko'rib o'yinni. U kim? Kimni topib olding? Bu savolga javob berishga umuman majbur emasman. Tushundingizmi? Men majbur qilaman. Ha? Urmoqchimisiz? Yetar endi. Bu uyda siz menga umuman buyruq bera olmaysiz. Tushundingizmi? Chiqib keting, boring. Qo'lingni ol. Qani u? Shoshmang. Qayoqqa ketyapsiz? Ey, To'xtang. chiq bu yoqqa. Qayoqqa ketyapsiz dedim. To'xtang. To'xtang. Kötü bolalar ham bor ekan bu kishi mumkinchami? To'p turibdi, endi kichab to'p bo'lmasligan, ha? Hop. Oy, ne deb emasmi, ha? Ana eshik tagida yashash. Bu bolaxonada endi bu. To'g'ri mayli, bolalar qaragan kiyim bashgan chiqqan bularga. Просто рабочий bir. Рабочий ish bilan yurgandirlar. Qani u? Kim? Kim? Yangi to'p olgan jazmaning. Uyimda hech kim yo'q. Sen boshqasini topib olgansan. Javob. Sizchi? Menga emas, o'zingizga javob bering, xo'pmi? Ko'zlaring aytib turibdi. Kimgadir oshiqsan. Sizga nima? Siz hayotimdan allaqachon chiqib ketgansiz-ku. Seni hali ham unutganim yo'q. Men to'g'ri kimni yozaveribdi shu. Bo'la Unutganingiz, unutmaganingiz endi menga qiziqmas. Qachondir qadrimni bilganmisiz? Ah, Balkim hali ham kechmasdir. kech. Juda kech. Men endi orqaga qaytmayman. Demak, rostdan ham kimdir bor. Uf. Bu meni hayotim. Endi esa uyimni bo'shatib qo'ying, marhamat qilib. Hali uyingda begona bo'lib qoldimmi? Sezmadingizmi? Begona bo'lganingizga ancha bo'lgan. Agar men hammasini to'g'rilashga harakat qilsam-chi? Ishonchim qolmadi. Menga kerak bo'lgan vaqtingizda ortingizga qaramasdan meni tashlab ketgansiz. Esingizdami? Kechir. Brat, nimaga shuncha yuribdilar? Sashakka shunchadan kelma, endi kelibdilar. Bola o'zi gaplashib, qicha bilan yosh qilib o'ylanaman debdi o'zi. Demoqchi bo'lar, o'shancha vaqt o'tib ketgan. Nu, oka endi kelibdilar. O'shanda yoshlik qildim. Ha. Hozir seni yo'qotishni istamayman.
Meni allaqachon yo'qotgansiz. Zarinani unutish uchun ko'p harakat qildim. Ammo qo'limdan kelmadi. Har kuni o'zimni boshqa ishlarga urib, uni o'ylamaslikka harakat qildim. Balki charchoq meni yengar deb o'yladim. Menimcha Zarina emas, ular Zarina o'g'layu, Zarina opa bo'lish kerak. U yaxshi ko'radi-ku. Ko'zlarimni yumsam yana o'sha chehra. Mayli, kulmaymiz bo'ldim. Kulmaymiz. Bo'ldi zo'r, hammasi zo'r, chehra zo'r, hamma zo'r. Zo'r, hamma zo'r ketdi. O'zimga bu to'g'ri emas, bu mumkin emas. Bu munosabatni to'xtatish kerak deb ming marta aytdim. Ammo yuragimdan chiqara olmayapman. Onam gaplari qulog'imda jaranglayapti. Har bir so'zi vijdonimni tirnaydi. Men yomon o'g'il bo'lib qolyapmanmi? Yoki faqat baxtli bo'lishni istagan oddiy odammanmi? Eng og'iri bu tanlov. Bir tarafdan meni dunyoga keltirgan inson, duolari bilan asragan meni onam, ikkinchi tarafdan esa ilk muhabbatim. İlk muhabbat o'zida bir ikki barobar katta odam. Vay onasining yuzuna. Endi o'zi bu chiqishdi-ku, endi bu o'rganib bo'lganda, to'g'rimi? Qanday qilib bittasini tanlab, ikkinchisini yo'q deb aytaman? Qanday qilib yuragimdan muhabbatimni yulib chiqaraman? To'g'ri, bravo. Zarinani unutib yashash qo'limdan kelmadi. Usiz yashash, go'yo quyoshsiz yashashdek gap. Notavonman, chorasizman. Yaxshi gul tanladimmikin? Unga yoqsa kerak. Voy. Zarina, yaxshimisiz? Yana sizmi? Jonga tegdingiz-ku, a? Men bu gul sizga. Kerak emas. Voy. Sizga necha marta aytganman, bas qiling deb. Yuragimni olib qo'yganingizdan keyin oldingizdan keta olmayman-da. Qanaqa shilqim yigitsiz, a? Sizga oshiqman-da, nima qilay? Sizni xayolimdan ham, yuragimdan ham chiqara olmayman. Ortimdan yugurishlaringiz meni jonimga tegdi. Agar meni o'z holimga qo'ymasangiz, Cho'ta. Flashback ketdi-ku, flashbackmi nima midir deydi-ku o'shani. O'sha flashbackda cho'ta u orqa qaytishdi-da menimcha. Yoki opa rozi bo'lmasdan oldin abaga aytdim mana. O'zim tushundinglarmi? Mana. O'zbekligini tanish oldin ham gap borib gapirgan ekan cho'ta. Hozir yana olib keldida bu qiz короче, bu opa inkor qilibdi-da, короче, qilmasa qilibdi, короче. Baxt tarafdan yo'q muhabbat. Ana bola o'zi opa ikki marta kulib qo'yganlarga yuraverdi cho'ta, yo'q. Birinchi misol uchun oldingi istoriyani qaytarishdi flashback bilan. Shuni olmadim. ichki ishlarga xabar berishga majbur bo'laman. Koshki do'la ham qalbimdagi men bu sevgimni o'chirib olishsa. Ha. Siz o'zi qanaqa odamsiz-a? Sizga Majnun odamman. Ha, meni Laylim bo'lishga nima deysiz? Mendan umid qilmang. Nimaga? Chunki menda erim bor. Men turmushga chiqqan ayolman. Rostdanmi? Nimasi kulkili? Sizchi? Yomon yolg'onchi ekansiz. Yana eplolmas ekansiz. Sizni surishtirib bo'lganman. Yolg'iz ayolsiz. To'g'ri. Yolg'izman. Lekin bu degani
duch kelgan yigit etagimni ushlasa gaplashib ketaman degani emas. Ey, bunda yaxshilab qarangchi, men duch kelgan bolaga o'xshaymanmi? Siz rostdan yaxshi ko'rib qolganman. Sevgi deganingiz bu shunchaki gap emas. Har ko'rgan qizingizga shu gapni aytaverasizmi? İlk bor yuragim qattiq urib, kimnidir yo'qotishdan qo'rqyapman. Qo'rqish yaxshi. Balki shu orqali odam o'z chegarasini bilar. Meni chegaram sizmi? Yo'q. Sizni chegarangiz meni roziligim. Men esa sizga hech qanday umid berayotganim yo'q. Bitta imkoniyat bering. Yo'q. Men tinch hayotni xohlayman. Ortimdan yurishingiz tinchimni buzyapti. Qarang, agar sizni umuman bezovta qilmasdan uzoqdan turib sevib yursam-chi? Yo'q. Men bunday e'tiborni umuman istamayman. Sizdan yoshim katta deganman sizga. Sevgi yosh tanlamaydi degan gaplar qayerda qolib ketdi unda? Ana, yosh qizlarni ketidan yuring. Nima? Qizlar kamlik qilyaptimi? Qurib qolgan. Sizdan boshqasi menga kerak emas. Iltimos. Meni qiynamang. Ey, baraka topkur, men ham sizsiz qiynalib ketdim. Mana topganim mana opa singil ovozlar iqror ekan 1245-soni. Mana boshqa to'g'ri. Vaqt o'tib meni unutasiz. Mana shu to'g'ri. Rahmat, qizim, o'zing yaxshilab oldingmi? Rahmat. Yana o'zingcha odamlayapsanmi? Ha. Sahnalashuvchi rejissor Iroda, uni ssenariy muallifi Dila Furzali, Qayoqda? Shularni rosa erkalab. sahnalashuvchi tasvirchi Shuhrat Sulaymonov, Bittasi telefondan qo'li tushmaydi. ovoz rejissorlari Farhod Shokarimov, montaj rejissori Sayyor Abdullayev, libos bo'yicha Men sizni bu ahvolda tashlab Prodyuser Nodira Muhammadjanova. Ko'p kasal bo'lyapsiz. Ertaga ketsam bilaman, singillar sizga qarashmaydi. Hech ham kasal emasman. To'g'rida, bir o'zi old aktyor bo'ladi, o'zi 2 kishi videoga olsa, 1 kishi o'zi yana ssenarist, bu ham 1 kishi montajyor, 4 kishi, 6 kishi, 10 kishi. O'zi 10 kishi bilan o'zi betenovela tayyor. Yo'limdan chiqmang. Shunda men xursand bo'laman. Hey! Men sizni baribir yaxshi ko'raman. Gap yo'q, вообще gap yo'q. Shu yerga hazildan tashqari montajga, o'limdan videoga вообще gap yo'q. Men e'tibor beradigan nimasiga gap yo'q. Yo'limdan chiqmang. Shunda men xursand bo'laman. Hey! Men sizni baribir yaxshi ko'raman. Top beraman. Zo'r bo'ldi. Короче, Fox birinchi bolaga yig'ildi. Birinchi minnoq bo'ldi. Keyin bolaga yig'ilib turib, kicha bakut ketdilar. Opa bola gap berib tugatishiga, bu qarashiga Fox baqa keldi. Oma вообще gap yo'q. Bugun onamga olib boraman endi. Ola bunaqa qilmaylar. To'paga olib borib, gunohimizdan onamga olib boraman. Bu просто fantastika holol bu. Bu voqea просто fantastika bo'ldi. Bu meni uy sharoitida takrorlab yurish kerak yo'q. Qat'iyan taqiqlanadi. Bir haftadan beri u yo'q. Yo'limni ham poylamay qo'ydi. Yo meni unutdimikin? Hech kim bu yigitchalik meni ortimdan yurmagan. Yuragim qapqirib uryapti. Nahotki u meni unutgan bo'lsa, mendan voz kechgan bo'lsa,
buni haligacha hazm qila olmayapman. Bekor unga rad javobini bergan ekanman. Ket deysiz-u, lekin o'zingiz meni unuta olmaysiz-a? Voy, bular qayerdan bildilar unutib olmaganlarni. Darrov meni izlab qolasiz. Siz ham menga befarqmasiz. Zarina, Ha, menga turmushga chiqing. qaysi ota-ona farzandiga o'zidan yoshi katta ayolni olib beradi? Dadam yo'q. Men bo'lsam onam bilan yashayman. Oyingiz hech qachon rozi bo'lmaydilar. Voy. Ha, bitta gol. Уже yaxshi emas. Men o'zim ularni ko'ndiraman. Siz menga ishoning. Men o'zim sizni baxtli qilaman. Gap yo'qmi? Oma gap yo'q. O'sha boshqa tushunmagan narsani endi tushunib oldim. Yaxshi zo'r. Flashback bilan ketdi, flashback bilan qaytdi. Ikkita o'ram voqea bo'ldi, tujashdi bitta. Mana, singlim, mana buni ichib ol. Mana. Tag'in qon bosiming oshib ketmasin. Yaxshimisan? Bo'ladi. Bu bola meni kuydirdi, opa, kuydirdi. Kuydirmay qolsin. Kap katta ayolga uylanmoqchi-ya. Bu yigit kap katta ayolga. O'zingda ayb. Qattiqroq turishing kerak edi. Usteli. Ha, nima qilay? Qarg'adim ham, urishdim ham, gaplashmay yurdim qancha payt. Foydasi bo'lmayapti. Kuchim yetmayapti, opa. Ne umidlarim bor edi-ya bu boladan. Mana shuni o'g'ila bir minut. Mana shuni zaryadkaga qo'yib qo'ysak, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Sizlarni esa qisqa reklamadan so'ng birgalikda ko'rishamiz. Qisqa reklamamiz ham tugadi. Endi mana saviyasiz bilan saviyali kontent, saviyali novella ko'rishni boshlaymiz. Foydam tegmasa do'st emasman. Nima? Foydam tegmasa do'st emassan. Foydam tegmasa do'st emasman. Xullas o'shada aga ufa legenda. Jiyanimni berib qo'yarmidik? Nimadir qilishimiz kerak, singlim. Xo'p, nima qilamiz? Nima o'sha? Jiyanimga ham qoyil qolmadim. Shu yerda maslahatni mana birinchisida mana bu men maslahatim emas, buni menimcha maslahatim emas, bu meni
ikkinchi amani o'ng qo'lli tarafdagi ikkinchi amini gap maslahat beradigan mana o'qigan maslahat beradilar-ku. Maslahatlashgandagi maslahatni berayotgan opani maslahatlarini men maslahat qilib ko'raman. Maslahatlarni men inkor yoki inkor emas. Ayni inkor. Taxmin qilib ko'raman. Понятно, bratан? Rusini aralashtirma вообще, bol. Opa aytadilarki, o'lantirib qo'y. Ertaga o'zi Avstriyadan yo ertaga ajrashib ketadi. Deb deylar. 1-2 yil yashaydi, ajrashib ketadi deylar. Menimcha Hamma yosh qizni xohlasa, bu katta juvonga uylanmoqchi. G'ururi yo'qmi buna? Yo'q ekanda. Shu gaplarni menga emas, ana o'ziga ayting. O'zi shundoq ham yuragim o'ynab yotibdi. O'lib qolmasam bo'ldi. Ey, bo'ldi. O'lmaysan. Hali farzandingni rohatini ko'rasan. Opa, Bekzod menga rohat emas. Boshimga kulfat yog'diryapti-ku. Mayli, o'zim u bilan gaplashaman. Gaplashing tezroq. Xo'p. Hozir gaplashaman. Sen siqilmagin. Xo'p. Tezroq bo'ling. o'zi Navelani mana 17-minutga olib qo'yibmiz. 16 minut 30 sekund ko'ramiz. Oka, mana shu bo'y urushib, mana shu xona kirib olganlargacha 16,5 minut o'tdimi shunday zo'r? Bu nima qilganing? Xola, qiyin vaziyatdaman. Nima qilishga ham boshim qotib qolgan. Anaviningni unut. Uni yaxshi ko'rib qolganimdan beri o'zimni yo'qotib qo'yganman, xola. Kelib yoshi katta juvonni yoqtirasanmi? Xo'p, yaxshi ko'rib qoldim. Yuragimdan chiqara olmayapman, nima qilay? Singlimni ham kuydirding. Men ham tomon bo'lganman. Ikki o'tda orasida qolib ketganman. Menga qara. O'zim senga chiroyli bitta qiz topib beraman. Aqlli, xushli, ishli. Xola, boshqasi kerak emas. Ha, uchrashib ko'r, balki yoqtirib qolarsan. Xola, Zarinadan boshqasi ko'zimga ko'rinmayapti. Undachi mana bu rasvo ko'zingni almashtir. Shunaqa ham betayin bo'lasanmi? Seni deb singlim azob chekyapti. O'zingni emas, onangni ham o'yla. Yo, shunchalik kalta fahmmisan? Men ham shunga qiynalib ketdim o'zi. Bo'ldi. O'shandan voz kech. Tamom, vassalom. Koshki bu qurg'ur yurakni o'zimga bo'ysundira olsam. Yuragingga ham tayini yo'q ekan. Bir tuzroq qizni sevib qolsang bo'lmaydimi? Xola, siz oyimni chalg'itib turing. Nimaga? Zarinani oldiga borib kelishim kerak. Bormaysan. Xola, boraman, kelaman. Men sizga ishonaman. Bormaysan deyapman. Tez kelaman. Ey, shoshma. Yaramas. Nima balo? O'qitganmi buni? Uf. Qani, uyimni endi bo'shatib qo'yingchi. Jazvaning bilan uchrashuving bormi, ha? Uf. Qahramon kelmaslar bo'lishiga ishqilab, qahramon. Qahramon kelib qolmasinlar. Iltimos, Davidlar. Voy, men tilimni siyib ham chiqib o'tdi o'zi. Voy, chiqib ketdi tilimni siyib o'zi. Kelinglar, kelmasinlar iltimos. Menga qarang.
Sizni menga savol berishga umuman haqqingiz yo'q. Bilasizmi shuni? Gapir. O'shqirmang menga. Sizni ko'rishni umuman xohlamayman. Chiqib keting. Zarina? Aytdim, Bu kim? Hech kim. Qoyir. Yoshdan topoldingmi? Qo'y jo'ja xo'roz. Bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. O'zing jo'ja xo'roz. O'zing jo'na. Zarina meniki. Yo'qol bu yerdan. Qaytib bu yerda qorayini ko'rmay. Nima qilasan bo'lmasa? Ey, to'xtatinglar, bo'ldi dedim. To'xtating, meni uyimda janjal qilishni to'xtating. Allaqachon hammasi tugagan. Hayotimni yana jahannamga aylantirmoqchimisiz? Keting. Sen bilan hali ishimiz tugamadi. Meni ham sen bilan ishim tugagani yo'q. Keting. Singlim, suyuq ovqat tashab qo'ydim. Opa, hozir tomog'imdan hech narsa o'tmaydi. Bekzod bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Baribir foydasi yo'q. Nimaga? Faqat o'sha ayolni sevarkan. Yer yuzida boshqasi qurib qolganmikan, opa? Qanchadan qancha chiroyli yosh qizlar bor-ku. O'sha ayolni chaqirib bir gaplashib ko'ramizmi? Turqi qursin, uni ko'rishni ham xohlamayman. Qo'ying. Ko'rmaynam, kuymaynam o'sha ayolni. Singlim, Yo'q, opa, yo'q. tushunsang-chi, Bekzod baribir boshqasini demaydi. Balki yaxshi ayoldir. Opa, yoshi katta uni. Nima qilibdi? Ha, o'zidan katta ayolga uylanadiganlar ham bor. Muhimi, yolg'iz o'g'lingni baxti emasmi? Yo'q. Falak deyilgan. Aslan buni. O'zi charx falak. Qara yoshli kelin va kelin charx falak. Значит, bu charx falak misol uchun bu ota bola onasiga yomonlik qilsa, ertaga o'zi bu hayot aylanib kelib, uni bola o'zi yomonlik qiladi-ku, shunaqa logika bor-ku. O'shaga ma'noda kelganmikin bu 40 yoshli kelin charx falak. Ana bolasi ham 40 yoshli xotinga o'ylanarmiki? Misol uchun mana shu kino davomida meni nazarimda o'zi bir yarmida ko'pini ko'rdi, lekin men shunday bo'lmaydi. O'zman charx falak o'zi birorta nommiki? Milliy TV'da charx falak. Iqror bo'lsa to'g'ri qarang. Baraman. Milliy TV taqdim etish ushbu hikoya Bekzodning hayotidagi qiyin tanlovi va ota-onasi bilan bo'lgan ziddiyatli munosabatlar yoritiladi. Qahramon o'z qalb amriga ergashib, yaqinlari va muhabbat o'rtasidagi murakkab vaziyatdan to'g'ri yo'l izlashga majbur bo'ladi. Menda otasi yo'q-ku. Bizga lamatsa qilib o'tdi qani. Ota-onasi. Otasi yo'q. Onasi bu. Otasi yo'qda qarab bordi. Videoda otasi chiqmagan qo'ydim o'xshaydi. Men komment qo'raluvchi bu Nilufarni rollarida ishtirok etmasin deganlar nechtamiz? Yo'qimsiz bu. 2000 dollar solgan. Nilufarni yomon ko'radiganlar nechtamiz? 940 ta kishi yomon ko'rar ekan. Allohim 3 o'g'limiz bor, hayolisi insofli kelinlar kelsin, amin. Amin yo'q, cho'zilmagan. Amin.
Shu filmni rejissyorlari qarshimdan chiqsa endi boshqachasiga tufurardim. Vallohu olam. O'z bo'shaga orada gap o'rgamayapti-ku. Manu boshqa gap. Endi bunisi boshqa gap. Ya bunisi mana oxiri ikkitasi. Bu boshqa gap. Или bag'i boshqa gap. Shayton o'zi hijolatda o'chirdi. Shayton ham ketdi o'zi. Menga berish qolmaydi men. Birolimga astag'firulloh, Allohim o'g'illarimni to'g'ri yo'ldan adashtirma. Soliha, bokira qizimdan ham mehribon ko'ray. Men kirchi o'qimaman shekilli. Ko'ringlar kelsin. Qoriyalar kabi qaqil o'qlarida qoriyalar kelsin. Kelin bo'lib, amin. Allohu akbar. Yetti javob borgan. Javob ham o'qiylovchi. Amin. Soliha o'g'il qizlar bo'lsin farzandlarimiz. Amin. Inshaalloh bo'lsa kerak menimcha. Inshaalloh bo'lsa kerak. Inshaalloh. Men bilmadim, albatta. Turist yozilgan o'qitman. Inshaalloh hammamizga aytganingizdek shundakilar nasib qilsin. Shunaqa vaqtla ko'proq suralar eshittirib namozga majburlab ko'rishingiz kerak. Amin. Xudo saqlasin. Amin ya robbil alamin. Brat, mana Rossiyaning yo'llar urushida biza. Kino ham ko'rib ma'nosini tushunmasang ham alam qilarkan ma'nosiz. Gap yo'q. Allohim farzandimizga iymon insof bersin. Voy hamma ashaqalar şeyde ekan. Cho'tika hammasi fo'tulli shekilida cho'ta. Abdulvoris Xayrxon Rahmonova. Mana ayol kishi Viroda. Mana Iroda bo'lsa kerak. W o'qib oligarx Fabirli bilmadim. Dok 60 bilmadim. Bu ham qana Zuhra Zakira. Mana ayol kishi mahalla 9da o'sha G'afura Omina hammasi ayollar, mana hammasi. O'zi ayolmi? Biz san ham ayolmisan demoqchisiz? Yo'q, brat, biz saviyasiz saviyalikdan ko'rmoqchimiz biz. Baribir uchrashmayman. Mana qo'shnimiz Xolidan o'g'li ajrashgan juvonga uylandi. Hayoti yomon emas. Shu juvonga uylandi, o'zida kichkina u juvon. Desak, qora opa. Opa, siz chiroyliroq bir qiz toping. Keyin majburlab bo'lsa ham uylantiramiz uni. To'ydan keyin Bekzod kelini seva olmasa-chi? Bitta qizni baxtsiz qilib qo'yamizmi? Unda nima qilay, opa, nima qilay? Kelajak gapida jon bor-da. Bola alakimga o'xshab yuribdi endi. O'sha ayol bilan uchrash. Boshqa choramiz yo'q. Hammasi yaxshilikka. Axir o'g'ling oyoq tirab olgan-ku. Uchrashuv manaqa bo'lsa zo'r bo'lardi, ama kinoga ko'rib qo'yardi. Misol uchun o'zi opera nima qiladi? Bo'lmasa o'zingiz qo'ng'iroq qilib Bekzodga ayting.
gaplashing. Xo'p. Mana. Mana yodga olib borlar-ku, bo'lani abesa. Abesa mana o'rniga kelin bilan uchrashib qolish tarixini men bir qisqacha gapiray. Qisqacha gapiraman. Mana shunaqa bo'lgan umuman gap yo'q deyman. Balki bo'lishi mumkin o'zir. Mana opa. O'z mash turadi. Dağıyla götürüp gitti banesiga, Kırçıskoyla gitti banesiga borsalar. Bu evde arı kişi otkan böylesiledi, o'sha palatada. Tushuntirib oladimmi? Ular ham davlalarga ko'tarib ketib, ellar kelib ketdi-ku. Urush bo'lishdi. Ular ham davlalarga ko'tarib ketishgan, tushib borib qolib, ikkilar teng borishsami yo, ikki bitta palataga kirib qolishsami, ishoninglar, vahshi. Gap yo'q, podpiska bo'lsa, men zo'r komment yozaman. Xo'p, gaplash. Hamma negativ yozgan kommentga, hamma mana shu videodagi komment yozdi, chiqish komment yozgan bo'lsa, yomon. Men hammasiga atvet qaytarib chiqaman. Yo bu zo'r kino, yo bu zo'r kino, yo bu zo'r novella, yo bu zo'r novella, yo bu zo'r novella deyman. Tushaman. Nima gap yo'q. Ha, bo'laman. Xo'p, xola. Hozir boramiz. Rahmat. Hayır, ama mashq. Kim bilan gaplashdingiz? Xolam bilan. Tinch. Cho'ti. Cho'ti o'sha kishi. Dutor. Sizniki tormi? Dutormi? O'shaga qara, chunki o'z kommentga Nilufar deb yozdi-ku, mana o'shandan qanday chaqmadi. Menimcha ismlar Nilufar edi. Bilaymi? Onam sen bilan uchrashmoqchilar. Yo'q. Bo'l, kiyinib chiq. Yaxshi-ku. Lekin men borishni xohlamayman. Ey. Menga Kadr ko'rdingizmi sizlar ham? Lekin men borishni xohlamayman. Mana. Lekin men borishni xohlamaman. Nima qildilar-da? Kadr orqaga o'tdi-da, mana shu qo'ldilar. Tushundingmi? Mana. Men borishni xohlamayman. Orqa kadr. Okalar qaraydi. Menda okalar. O'g'lar, no video ishlaydi-ku sizlarning kallani, sizlarniki. Kallani voy. Voy. Kichkina ey. Ey. Biz ham cho'ti reaksiya nasol-ku Bekmirza aka bilan Farruh Sharipov. Mashinani nimadir ko'ribdi mana cho'ti. Mana rangli turibdi-ku. Mana shu odam boshqitida yomon mashina. No, endi u bir marta psixolog serialda chiqib qoldi degani ham joy chiqdi degani emas-ku. Chiqib qoldi-ku. Men ado bo'lyapman, bolam, men. 22 yil umidi. Kim bilan gaplashdingiz? Yaxshi-ku. Qarab turaman. Lekin men borishni xohlamayman. Ey. Menga ishongin. Oyim seni bitta ko'rishda yoqtirib qoladilar. Yoqmasam-chi? Voy. Nimaga yoqmas ekansan? Yoqasan, bor kiyinib chiq. Rostdanmi? Qizlar bundoq qildilar. Ilbada skronda turibdilar. Shu ko'tarilganda kamera almashgandan keyin tushirish kerak edi-da. Mana shu tushgan xot yo'q. Sizlar. Nimaga yoqmas ekansan? Yoqasan, bor kiyinib chiq. Rostdanmi? Bo'pti, hozir tayyorlanib chiqaman. Bo'laqa. Nargiza. Ha, opa, tinchlikmi? Mehmonxonani tayyorlab qo'ydim. Opa, shu Bu opani qiz yomon o'tkazibdimi haliga? Bunaga bor-ku, yomon ibra, короче,
ham komediya, ham ibratli video o'ylashadi-ku, haligi mana xotin roldada endi, xotin ili ishxona borishgandan keyin xotin boshqa bo'ladi-ku. Ishchi bo'ladi. Ashaka video o'ylashadi-ku. Hoji nima duramadi? Ashunda aktrisa qiz bor-ku, o'shanda video chiqqan qiz. O'sha qizga yomon boshqarganlar yo'q. Kerak emas edi-da. Nimaga kerak emas deysan? Ha, baribir mehmon-ku. O'zi shu bekor sizni gapingizga kirdimmi deyman-da. Ha, qachongacha o'zingni qiynab yurasan? Shu bugun shu ishni hal qilaylik. Tamom, vassalom. Oyi, biz keldik. Ana, kelishdi bolalar. Oyi. Opa, Men ushab turingiz o'zim tashib olishim mumkin. nimagadir yuragim o'ynab ketyapti. Xavotir olma, xotirjam bo'l. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kel, jiyan. Ha, Ha, shu yerdan kel. kel. Xudo. Kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, qaynanani olding. Aslan kelinedimi? Ha, Ha. shu yer. Voy, mana logika, qanday logika? Voy, ma. Nabrod emasmi? Nabrod emasmi? No yo'qroq romonlar ora, hijobdan ora, endi hijob emas, uzr. Romonlar ora, no spon yo'qib kelish kerak. O'zini bir hali kitobida mana mentalitetimizda endi nima bo'lgandan keyin o'ziniga o'tkazish kerak edi. Bu bizni mentalitet to'g'ri. Kel. Xudo. Kelinglar. Assalomu Va alaykum. alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Banizda tushishgan bo'lsa, juda bunga ham gap yo'q deyman. Siz Shuncha Oqila uzru, opa singillar, yaqinlar, birodarizlar. Charxi falakki ma'nosini tushunganday bo'lyapmiz-da, hozir. Tushundim o'ma. Tushundim. Tanishmisizlar? o'sha tunda xat yozib menga tashlab ketganingiz. Bola o'ziniki bo'lib chiqsa, ona zeribsu. Oma, bomba bo'ladi, oma. Qanaqa xat oyi? Nargiz, Zarina, ey! o'zingni bos. Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Nima bo'ldi oyi? Nargiza, Nima bo'ldi? Nargiza. Oyi. Ay, qara, nima bo'ldi? Keling o'tiring. Tinchlikmi, yaxshimisiz? Tinchlan. Tinchlikmi? Gapiring oyi, Voy, nima bo'ldi? o'lmasam Nargiz. Yaxshimisiz? To'xta dedim. Shu gaplar rostmi? Sen siriymi yoki sizlikmi? Juda o'sha bo'lib chiqqan. Oma senini vaqtim gap yo'q. Kinoga interes saqlashga vaqtim gap yo'q. Vashshe tan berdim senga. Endi nima bo'ladi, singlim? O'tmishda qilingan gunohni izini butunlay o'chirib bo'lmas ekanda, opa. Bechora jiyanimni ham azob chekkani qolar ekanda. Opa,
Vaqt har qanday dardga davo deyishadi-ku. Lekin Bekzodga kutilmaganda zarba bo'ldi. Endi oyoqqa turib keta olarmikin? Oson emas, opa. Bu juda qiyin. O'zi insof bersin. Balki alamini ishdan olar. Hammasi yaxshilikka. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim ham shundan umidvorman, opa. Bolaginamni qalbidagi iztiroblar o'chib ketsin. Shartda uylantirib qo'ysak-chi? Turmushi bilan ovora bo'lib ketadi. Bilmasam. Yo'q, menimcha hozir vaqt emas, opa. U alamzada. To'g'ri aytasan. Alamzada yurakka yangi mas'uliyat og'irlik qilishi mumkin. Avval o'ziga kelsin. Qalbi tinchlanmas ekan. Hech narsa foyda bermaydi baribir. Unga qanday yordam bera olamiz, ha? Qarab tura olmaymiz-ku. Opa, avvalo uni yolg'iz qoldirmasligimiz kerak. Mehr bilan, e'tibor bilan qo'llab-quvvatlashimiz kerak. To'g'ri aytasan. O'zini yolg'iz his qilmasin. Uni ichidagi dardini o'zi chiqarib tashlamaguncha yengillamaydi. Vaqt kerak, opa, sabr qilish kerak. Bekzodni avvalgidek kulganini ko'rsak edi. Ko'ramiz, opa. Ko'ramiz. Axir har tundan keyin tong ham otadi-ku. Faqat u yo'ldan adashib ketmasa bo'ldi. Bir yerinde ko'ramiz. Alam odamni turli tomonga yetaklaydi. Ana shu uchun ham uni nazoratsiz qoldirmasligimiz kerak, opa. Yaxshi odamlar orasida yurishi kerak. Shunday. Hammasi yaxshi bo'ladi, singlim. Hech narsani o'ylama. Opa, Yaxshilikka. opa. Yordam berasiz-a? Yordam beraman, singlim. Bo'ldi. Nega Zarinani xafa qilyapsan? Nima bor senga? Ishingiz bo'lmasin. Zarinadan uzoqroq yur deganmanmi? O'zi qo'lli. Kim ushladi o'zi qo'lli? Zarinadan uzoqroq yur deganmanmi? Qo'lli ushladilar. Zarinadan uzoqroq yur deganmanmi? Voy. Bu endi bir yaxshi gap kelayotgandi-ya, voy buni. Qiziq-ku, o'zbeklarga eng qiziq narsa shu narsa-ku. Biz shu joyda mana 10 sekund, 30 sekund qilib turib shu Instagram qo'ying. 1 million odam ko'rsa, 1 millionta odamdan yarmida o'shaga kirib ko'radi. Mana shu kinoni, mana shu novellanda. Siz bir 5 sekund qilib qo'yasizlar-da, voy buni. Ko'proq ashaq qizaqilardan qiling. Endi o'zbeklar qiziqadi, o'zi bizga manaqa bu ibratli video kerak emas. Bir ashaqqa bir janjal, to'polon, misol uchun filmlar qanday urushgani, tortishgani, ki ba'zi kilo yomon chiqqani, ba'zi yana kilo yomon chiqqani, chunki qaynalar har doim yaxshi bo'ladi biz o'zbeklarda. Ashaq gapda endi. Ashaq narsani ko'paytiring. Mana janjallar, to'polonlar, ashaqlarni ko'paytirsa hammaga yaxshi. Hamma o'shani ko'radi. Men videoyini mana 1 million bo'ldi, voy 11 million bo'ladi shuni. Ashaq narsani ko'paytiring dengizmi? Uni nima qilamiz? Taqdir chaqfaligini qaranglar. Kelib onamni dugonasiga ishqim tushibdi. Adashdim. Boya gaplarimni qaytib oldim.
Ama o'shno bo'lganda ama gap yo'qda shenini dugonadan ko'ra onasi bo'lib chiqqanda buni bola vashshi bo'lardi. Biz onasi emas dugonasi bo'lib chiqdi-da. Ular aytolmayman. Shu vaqtgacha hayotim yaxshi o'tayotgandi. O'zimni bechora, notavondek his qilyapman. Aslida tashlandiq bola ekanman. Agar o'gay onam meni boqib olmaganida, bilmadim hozir holim ne kechardi. Endi umrimning oxirigacha tutingan onamni To'g'ri ham bu bo'la uchunmi nima bu? xizmatlarini qilaman. Onam menga umrlarini bag'ishladilar. Men ham onam uchun jonimni beraman. Sizdek mehribon ona uchragan menga. Meni kechiring ona. Siz juda ham Men aytdim nima chersan desan okalar. Mister jamoamizda faqat gonorarga, ham montajga, ham videochilikka, ham ideyachilikka, ham hamma narsani nima uyushtirish bo'yicha, uyushtirganim uchun mana shu bir 5 ta 6 ish bajarganim uchun va videoda mana shu Mister logotipini chiqarib berganim uchun mana shuni menga hadiya qilishdi va ofislarida menga bir 2 soat 3 soatga berib turishdi. Mana shu bir beparosat qo'shgan video olgan. Misterimda sensorli o'ynalar va har xil o'ynalar. Sizga nima kerak o'zi mana? Mana oyna bilan bitadigan nima ishingiz bor, liposhingiz hal bo'ladi, xudo xolasa. Mana Misterim 94 700 879 ga murojaat qilaverasizlar. Bizlarning qiyomatli.comdan olaveradilar. Chunki mohitoni chiqib berganlar o'z bilan. yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolam aytgan Barnos Qanmasli shikli, bu xolada ular. sizmisiz? Ammam aytgan Begzod sizmisiz? Shunaqa bo'lsa kerak. Agar taqdir o'xshab qolsa, Begzodjon va Barnoxonlarning nikoh to'yi deb taklifnoma tarqatganmizda. Yaqindan tanishaylik. Meni ismim rostdan Begzod. Endi uch chiqqan endi. Ashla bedrini siklashtiramiz. Endi ashla deyiladimi? Men endi chiqmaganman bu endi. Endi bir demoqchiman, misol uchun men chiqishim kerak-ku, ertaga misol uchun menda boshqa odam, kurtka odam ham chiqishi mumkin. O'shani boshqa gap gapirdimi? Ismingiz nima qani? Bo'lsa kerak. Agar taqdir o'xshab qolsa, Begzodjon va Barnoxonlarning nikoh to'yi deb Barnoxonlarning, Begzodjon va Barnoxonlarning. Okay, evlaysiz. taklifnoma tarqatarkanmizda. Yaqindan tanishaylik. Meni ismim rostdan Begzod. Bankda ishlayman. Meni ismim Barno. Hamshiraman. O'zi uyimizga bitta hamshira kerak edi. Uyda kim bor? O'zi ola bilan o'zir turargan, men yomon ma'noda emas, demoqchiman, bonkar gaplardan keyin demoqchiman. Bitta shifokor kamida. Kim kasbi? Albatta birinchi o'ynachi borlar bormaydi. Eng zo'r kasb o'zi o'yna sohasida bo'lyapti. Uyingizni shuni qilasizku, qurasiz-ku, aka. Brat siz. Shu qurasiz eng o'chishimda, chotki mana. O'chdi, bitta senslar o'rnab qo'ying hammomga. Brat yoradi shuni, yoradi. Bu prosta faqat bunaqa sharoit yaratib berish uchun faqat bu misterenda bo'ladi. Aytgan razbaringiz, aytgan vaqtingizda inshaalloh Xudo xolasa. Men bu so'zlarni faqat kommentariyadan o'qidim. Kommentariyada hamma hojonalar yozishgan ekan. Inshaalloh sizlarga ham o'rnatib berishadi. Faqat aloqa chiqaramiz. Sizlar tez aloqa chiqsara, menda bu faqat mohiyat emas, boshqa suv ham ichishi mumkin balki. Balki pul ham berishlari mumkin. O'shanga sizlar tezda 79 ga aloqaga chiqasizlar. Va biza mana shu eslasam kelinda gaplashib o'tiramiz bu o'zi. Mashaalloh. Muzika qo'yaylik, muzika eshitib o'tiramizmi? Yo'q, muzikaga avtorskiy beradi-da. Undan ko'ra mayli, endi tugatib bari ozgina qoldi. 6,5 minut qoldi. Ha. Ketdikmi? Ketdik. Qadar itomi bor-ku. Mana qachalar. Biz oldi. Buqqon bo'ldi aytdim. Bu tuxumdan kech yurib chiqqan bola bo'lsa o'zi. Qanaqasiga oldin bo'ladi? O'zi kecha
karra 2 turliga birga bo'lib bo'lsa o'zi. Bir 3-4 yil oldin desam, to'g'ri mantiqqa to'g'ri bo'ladi. 3-4 yil oldin bir karantindan oldilar, aşağı rasm shular. LG telefonda, brat zogendingiz. O'shanda qo'rim bordi, brat, telefon o'zmadim. Xullas, o'sha qilib o'ynardi. Ammo, короче, bizni yoshligiga qaytib qanaqa yoshlar o'zigacha 3-4 yil oldinga qaytarishdi bizni desa to'g'ri bo'ladi. 3-4 yil oldinga qaytarishdi. Kadrdan maqsad shu-da. Abonent bilan vaqtinchalik bog'lanish mumkin emas. Nimaga bunaqa qilyapti? Xavotirda o'ldiradi-ku bu bola meni. Hech bunaqa odati yo'q edi-ya. Ey Xudo, tinchlik bo'lsin. Bu qaytarib chiqdi. Alo, Allo, assalomu alaykum. va alaykum assalom. Ijodni onasi bo'lasiz. Ha? Politsiya deydi. Shifoxonadanmiz. Nima gap, tinchlikmi? Keling, o'g'liz ahvoli og'ir. Nima? Iltimos, tezroq yetib keling. Nima? Hozir boraman. Nargiza. Oppa. Sen ishdan o'mi bekorga gapiring, o. Jon singlim. Yolg'izimdan ayrilib qoldim-ku, opa. Qanday chidayman? Ma'kullum huzur? Huzman ma'kullum? Huzman ma'kullum? Jiyanim juda ham yosh ketdi. Qancha orzu havaslari bor edi. Bir kunda hammasi tugadi. Taqdir ekan. Bandasi chorasizda. Qanday chidayman, opa? Qanday ko'nikaman? Bo'ldi. Sabr qilishdan boshqa choramiz yo'q, singlim. Jiyanim endi tinch joyda. Kechayam ovozini eshitganday bo'ldim. Xuddi hozir kirib keladiganday. Bu sog'inch. Vaqt o'tgandan keyin dardlaring kamayib boradi. Vaqt ham davo bo'la olmaydi bu dardga, opa. Farzand dog'i onani yuragida o'chmas iz qoldiradi. Uyni har burchagida uni izi bor. Qanday uritaman? Bo'ldi singlim, bo'ldi. O'zi sabr beradi. Boshqa ilojimiz yo'q. Singlim. Yer ko'tar. Ket, yo'q. Og'alar necha yettigacha ibratni oldi va biza Orzo TVga endi okalar bu gapdan keyin o'zim hayollar misol uchun miyadagi misol uchun mana dokumentlar tahlillanadi-ku misol uchun endi tahlillanadi shu aralashib ketib qoldi hozir. Вообще men o'zi уже bitta men перезагрузка berormasam miyaga bu o'zi bo'lmaydi. Keyingi safar esa nima edi?
va televizorda ko'rdik. Buni ko'rmadim. Qayni singil qasos. Bu divel akam. Naqa ko'rdi u, nasa qiladi kinoni. Instagramchi kelin. Xo'p, yana qanaqasi bor ekan? Farrosh qizga uylanaman iboli bo'lsa bo'ldi. Menga Hay. Shahriyorman u, Afruza kozor. Shahriyor boshqa tutman u qizga bo'ldi. Yanına belirleden var mı? Siz iki var mı? Tutar mı? Holavachchalar ko'ngil ko'chalari. Zo'ring o'g'ala masha qilsam, o'z banundagi saviya masha qilib bo'ldi. Men o'z oldina yosh oila degani bor ekan. Egizaklar taqdiri, ko'ngil ko'chalari ekan. Qaynona qaynamasa kelin aynamaydi. Juda bir zo'r kinolar bor. Tanlab. Ya. Xo'rlangan qo'shni qizning qismati. Endi shulardan birortasini ko'rib olamiz keyingi safar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammani qalbimda sizlar. Shunmaydi. Narsa gapirdik-ku, Shahriyor. Hammamiz qalbimiz bitta. Sizlar bilan Orso bo'ldi va Orso bilan Orso TV. Va gapim jalkashib ketdi bo'ldi va o'g'alar, yaxshidan bo'linglar, yaxshida ko'rishadi, tinch bo'linglar. 1 soat 10 minut zapis qilamiz, endi buni bir 40 50 minut qilamiz, xudo xolasa. Biz boshqa kommentarlardan yaxshi so'zni o'rganib oldik, xudoga shukr. Inshaalloh